Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobus Qo'yliq vodiy betagidan Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg yo'lga chiqib ketmoqda mana ukalar. Qo'yliqdan vodiy betagidan ukalar davlat tomonidan qo'yilgan. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz ukalar, murojaat qilasizlar. Ukalar like bosishni, podpisa qilishni unutmanglar ukalar. Mana Qo'yliq vodiy betagidamiz. Mana ichki holatlarni ko'rsatamiz akalar. Aziz vatandoshlarimiz o'tiribdi. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg. Bu holasi vatandoshlarimiz joylashdi. 15 minutga yuradi. 15 minutga mana yuradi deb o'tirib topamiz. Ekranlarga like bosing. Mana opamizlar telefonda gaplashib o'tirdi. Toshkentdan Qo'yliq vodiy betagidan chiqdingizmi opa? Zo'rmi avtobuslarimiz? Andijon betagidan chiqdi. Ya. Xo'p. Sog' bo'l. Hozir aytamiz shu bir yoqib ber. 1 minut. Mana aka ukalar, ekranlarga ishonchli raqam qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Qalay uka, yoqdimi avtobusimiz? Zo'rmi? Gap yo'q uka. Sog' bo'ling, yaxshi yetib oling.